Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmat Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Bishkek issiqlik elektr markazida sodir bo'lgan voqeada 2 xodim yaralandi. Jabrlanganlar kasalxonada. O'quv yili boshlanib, maktab yetishmovchiligi sezildi. Bir o'ringa bolalar ikkitadan o'tirib noqulay bo'lmoqda. Tashqi migratsiyadan o'smirlar jabrlana boshladi. Ota-onasi chet o'lkada yurgan bolalarning kelajagi qanday bo'ladi? Xitoyda ishlab chiqarilgan vositalar endi Qirg'izistonda ham chiqarilishi mumkin. Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning maqsadi nimada? Shoshilinch xabar 9-10 sentyabr kunlari Qirg'izistonning ko'p hududlarida yomg'ir yog'ib, tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. G'arbdan esgan shamolning tezligi soniyasiga 4-9 metr, ayrim joylarda 15-20 metrgacha yetishi kutilmoqda. Qirg'izgidromet ma'lumotiga ko'ra, 11-12 sentyabrda kechasi Talas, Issiqko'l, Norin oblastlarining dehqonchilik hududlarida, Chuy, O'sh, Jalolobod, Batken oblastlarining tog'li hududlarida -2 darajagacha sovuq bo'lishi kutilmoqda. Bunday o'zgaruvchan ob-havo qishloq xo'jaligi ishlarida, yo'l harakati, energetika va kommunal xizmatlarning ishini qiyinlashtiradi. Bugun Bishkek issiqlik elektr markazida bo'lgan hodisada 2 xodim jabrlandi. Bu haqda elektr stansiyalari ishxonasining matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, issiqlik elektr markazidagi 7-son turbinadan quvur yorilib, 2 elektrik kuygan. Jarohatlangan xodimlar 4-sonli Bishkek shahar kasalxonasiga yetkazilgan. Yorilgan quvur ta'mirlanib, vaziyat izga solindi. Hozirda mazkur voqea bo'yicha komissiya tuzilib, sabablari tekshirilmoqda. Suzloqdagi maktablarning birida maktab o'quvchilariga stullar va xonalar yetishmasligi haqida video murojaat tarqagan. Unda ko'rsatilishicha 78-son Zokirjon Bakirov nomli maktab 270 o'ringa moslashgan, lekin hozirda mazkur ta'lim maskanida 900 ga yaqin bola bilim olmoqda. O'rin yetishmay, bir o'ringa 2 bola o'tirib bilim olayotgan bolalarning ota-onalari maktab kengaytirilib, yangi qurilish kerakligini aytishmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Bu tor va jips joylashgan xonalardan iborat maktab bir vaqtlar kolxoz binosi bo'lgan. Keyin bunga hashar yo'li bilan qo'shimcha bino qurilib, maktabga aylangan. Maktab 300 ga yaqin bolaga moslashtirilgan, biroq Ladanqara qishlog'ida bundan boshqa maktab yo'qligi sababli bu yil 1-sinfga 100 dan ortiq bola qabul qilinib, xona va stullar yetishmay qolgan. Бұл мектепте талапқа жооп бербейт. Негизинен балдардын биринчиден ден соолугу үчүн дагы кабинеттин тардыгы, анан доска менен партанын аралыгы жок дегенде 2 метр, 2,5 метр алыстыкта болуш керек. Анткени балдардын көзүнө зыян. Бирок биздин көпчүлүк кабинеттерде 1,5 метр аралыкта дагы парта менен досканын аралыгы 1,5 метр, 1 метр ушундай аралыкта отурушат. Артқа жылдырсақ, оқучыларыбыз батпайды. 3 адамдан отырып, қолдарыбыз жазғаны неудобно болып, анан кейін қысылып отырып калтабыз. Анан кейін жаза албай атабыз, почеркибиз жаман болуп атат. Доска деле бизге өтө жакын болуп, аркадагылар көрбөй, зрениябыз жаман болуп атат. Анан кейін болсо, бу жерде кысылып калтабыз, парталарыбыз нарака жылдырса, аяктар кысылтат, бияка жылдырса биз кысылып калтабыз. 1-sinfga kelgan bolalar 3 tadan o'tirib sig'ishgani bilan maktabning 11-sinfda ta'lim olayotgan 16 nafar bolaga xona yetmay qolgan. Ilojsiz qolgan o'qituvchilar ularni boshqa maktabga o'tkazishgan, biroq ular u yerda o'qishdan bosh tortib qaytib kelishgan. Кабинетче жетишип болгон себебинен биз башка мектептерге барып келдик. Бирок ал жерден биз капайды таппай, кайра өз мектебибизге келдик. Мектебибизде бизге өзүбүзгө кабинет да жетишсиз болгон себебинен биз не тарбияга башка окуучулар чыгып кеткенде бош кабинетке кирип окуп жаттык. Maktabda xonalar yetishmasligi sababli koridorlar to'silib, kutubxona va kompyuterxonaga aylantirilgan. Endi tashqarida qolgan o'quvchilar mana shu xonalarning biriga joylashtiriladi. Maktab yetakchisi bildirishicha, sport zal, oshxona kabi binolar esa umuman bo'lmagan. Kitapxonani ушинтип, коридордун баш жагын эле тосуп, өзүбүз китепкана кылып даярдап алганбыз. Бул китепканада 12 миңден ашуун китеп бар. Китепкананын батпагандыктан ушул коридорду тосуп, китептерди жайгаштырганбыз.
биздин китептер мына өзү негизи жерде турбаш керек. Zokirjon Bakirov nomli maktabda sharoit yo'q bo'lgani bilan mahalliy yashovchilarning ko'p qismi mana shu yerda bolalarni o'qitishga majbur. Shu sababli ular hukumat e'tiboridan chetda qolgan mazkur maktabga o'zlari o'z mablag'lari evaziga stol-stullar sotib olishmoqchi. Айла жок, ушинтип ата-энелер сүйлөшүп атабыз. Аздан акча кылып, хотя бы 3 парта, 4-5 стол кылып, мынтип азайтсакпы депчи. Атагалар вообще жазганга немеси жок да, отуруп, мынтип өзүңөр көрдүңөр го, бир кичинекей партада 3-4 бала отуртат. Анан алар кантип жазат билбейбиз. Баланын көптүгүнөн жарымына сабак берсе, жарымы аткарып келет, жарымы түшүнбөй калат ужечи. Ta'kidlab o'tsak, Suzoq rayonidagi katta qishloqlarning biri bo'lgan Ladan Qara qishlog'ida bolalar bog'chasining yo'qligi, maktab yetishmovchiligi haqidagi muammolar bir qancha yildan beri hukumatning turli tarmoqlariga yetkaziladi. Lekin shunday bo'lsa ham ularning bu muammolari yaqin orada hal bo'lishi gumon. Mahalliy yashovchilar bunga byudjetning tanqisligiga qaraganda mazkur qishloqdan birorta ham hukumatda ishlaydigan amaldor chiqmagani sababligini aytishmoqda. Respublika bo'yicha tashqi migratsiyada yurganlarning soni Batken oblastida ko'p bo'lib, ular o'z farzandlarini yaqinlariga tashlab ketishmoqda. Shu sababli ota-onasidan uzoqda yashagan bolalarning huquq va manfaatlari himoya qilinmay, ayrim hollarda bolalar zo'ravonlikka uchramoqda. Pedagoglar ota-onasi uzoqda yurgan bolalarni tarbiyalash qiyin bo'lishini aytishadi. Tahlilchilar jamiyatda ota-onasini tarbiyasini olmagan bolalar o'sayotganini aytishdi. Ma'lum bo'lishicha, bolaning yonida ota-onasi bir yoki undan ko'p vaqt birga bo'lmasa salbiy ta'sir qiladi. Respublika bo'yicha Batken oblastida tashqi migratsiya nisbatan ko'p. Ota-onasi chetga chiqqan bolalar bu yerda qarindoshlari qo'lida qolishadi. Ularni tarbiyalash esa qiyin bo'lmoqda. Өзүмдүн балдарыма канчалык катуу сүйлөсөм дагы, аларга мындай башкача мамиле жасаймын. Балдарды тарбиялоодо өтө мага кыйын да. Экөөнү айрыкча өзгөчө сүйлөймүн. Жөнөкөй гана сөздү айтып койсом дагы алар башка жакты карап таарынып калат. Өзүмдүн балдарыма сүйлөгөндөн караганда аларга мындай жумшагыраак сүйлөп кетем. Muhojirlarning bolalarini huquqlarini himoya qilish u yoqda tursin, muhojirlar bilan ishlagan organning o'zi Batkenda yo'q. Tahlilchilar ularni konstitutsiyada yozilgan huquqlari buzilayotgan bo'lsa-da, tegishli muassasa vakillari buni e'tibordan chetda qoldirishmoqda deyishdi. Önce bayağı çoğunca kalgan için alar bayağı ata-enesi жоқ emeylavasın dep көңүлгө карап, алар мисалы алыста жүрөт деп сураган акчасын бербей калган үчүн характерлеринде бир топ өзгөчөлүктөр бар да. Алар эркелеп, анан айтканын кылдырып, анан кежирденип, ушундай өзгөчө эмелер бар бизде. Тез ачууланып, ошол ата-энеге муктаждык дайыма сезилип турат алардын кыймыл аракетинде. Ota-onasi migratsiyada yurgan bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi tashkilotlar yo'q. Shu sababli ota-onasi bo'la turib, ilojsiz birovning qo'lida ulg'aygan bolalarning taqdiri achinarli bo'lishi mumkin. Shu tufayli mazkur muammoni hal qilishga davlat e'tibor qaratishi kerak deydi mutaxassislar. Migrant балдары бул жакта ата-энесинин мээримине көзөмөлүнөн алыс болгондуктан, ошол ооз-эки түрүндө алып калган ата-энелердин балдарына көңүл кош мамиле жасайт деп эсептеймин. Себеби өзүнүн баласы эмес биринчиден, экинчиден булга тарбияны жетиштүү бере албайт. Ошо баланы ойлосо, сөзсүз түрдө мыйзамды калтырып кетиш керек. Batkenda muhojirlar bolalarini huquqlarini himoya qilish maqsadida aktivist jamoatchilik birlashmasi va Dagnazat jamoatchilik fondi harakat boshladi. Shu bilan birga ularga g'amxo'rlik qilib, huquqlarini himoya qilish zarur. Аксакал ал 3 бала менен азыр жакында ошол камкорчу, мыйзамдуу камкорчу болуп дайындалды. Алыптыр ошол 3 баланы өзүнө. Бул эмнеден болду дейт. Буга чейин эч ойлонгон эмес экем дейт. Болгону ошо небереси ооруп калып, аябай кыйналдым дейт. Же самолет менен Бишкекке аны учура албайм, же ооруканага барсаң операция болушунда ата-энесинин кандай макулдугу керек экен дейт. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Batken oblastida 20 mingdan ortiq fuqaro tashqi migratsiyada bo'lsa, uning 13 mingga yaqini o'z farzandini yaqinlariga tashlab ketgan. Biroq bu sonlar 2-3 marta ko'p bo'lishi mumkin, chunki muhojirlarning hammasi ham ro'yxatdan o'tavermaydi deydi tahlilchilar.
Milliy bank moliya bozorida intervensiyani amalga oshirib 18 million 350 ming dollar sotdi. Bu haqda muassasa saytida e'lon qilindi. O'lkaning bosh moliya organi bu vaqtgacha 31 mayda 27 million dollar, 8 aprelda 22.8 million dollar, 16 yanvarda 18.8 million dollarni sotuvga chiqargan. Natijada bu yil bozorga umumiy 86 million 950 ming dollar kiritilgan. 2018 yili umumiy 11 marta intervensiya qilib, uning 9tasida Amerika valyutasi sotuvga qo'yilgan. Unda 154 million 550 ming dollar sotilib, 20 million 550 ming dollar sotib olingan. Xitoyning Guandun provinsiyasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar Qirg'izistonga olib kelinishi ham mumkin. Ular asosan qurilish materiallari, idish-tovoq mahsulotlari. Bu O'sh shahrida o'tgan ko'rgazma yarmarkasida ma'lum bo'ldi. Tadbirga vitse-premyer ministr Zamir Asqarov, Xitoy Xalq Respublikasining Qirg'izistondagi elchisi va 40 dan ortiq kompaniyalar qatnashishdi. Ikki davlatning hamkorligi bundan keyin ham davom etadimi? Muxbirimiz bilib qaytgan. Xitoyning Guandun provinsiyasining ko'rgazmasi birinchi marotaba O'sh shahrida tashkil etilmoqda. Unda elchilik, hukumat vakillari va shahar yetakchilari ishtirok etishdi. Ikki davlat hamkorligi asosida bir qancha dasturlar tashkil etilishi kutilmoqda. Bu kabi yarmarka 2 yilda bir o'tkazilishi rejalashtirildi. Xitoyning Guandun provinsiyasындагы өндүрүп аткан ушул продукцияларды биздин Кыргызстанга алып келип, ушул жерден ушул продукцияларды кайра иштетип чыгаруу боюнча, ошондой эле ушул жактан биз НИАЭСке экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн алкагында ушул жумуш аткарылып атат. Ko'rgazmaga qo'yilgan buyumlarning asosiy qismini uy-ro'zg'or buyumlari tashkil etadi. Shu bilan birga kiyim-kechaklar ham bor. Bu kabi ko'rgazma Xitoyda ham tashkil etilib, unda Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar namoyish etilishi kutilmoqda. Айыл-чарба продукциялары, айыл-чарба продукциясынын кайра иштетилген продукциялары бүгүнкү күндө бир топ иш-чаралар жүрүп атат. Бунун ичинен эт чыгаруу боюнча, сүт продукцияларын чыгаруу боюнча иштер жүрүп атат. Bu kabi tadbirlar faqat o'lka uchun emas, tadbirkorlar uchun ham foydali. Xitoyning Qirg'izistondagi elchisi nomidan ishtirok etayotgan vakil barchani ko'rgazma bilan tabrikladi. Урматтуу O'sh шаарынын тургундары жана жалпы эле келген коноктор, сиздерди Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин атынан бүгүнкү иш-чарага куш келипсиздер демекчимин. Эки өлкөнүн достугу үчүн биз кызматташтыкты мындан ары бекемдейбиз. Жана ишкерлер үчүн да жакшы программалар, сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Кызматташтыгыбыз үзүлбөсүн. O'tgan yil ikki tomon tajriba almashish maqsadida turli tadbirlar tashkil etishgan. Bugungi ko'rgazmada jami bo'lib 80 ta kompaniya vakillari qatnashishi rejalashtirilgan edi. Biroq uning teng yarmidan ko'prog'i viza masalasi sababli Qirg'izistonga kela olishmadi. Ikki davlat hamkorligi uchun bir qator takliflar bildirildi. Ko'rgazmaning ушул ярмарканын иши көпкө узарса экен деген ниетибиз бар. Баягы жылда өтүп турса, анан ушул ар бир жылы жаңы технологиялар чыга берет, жаңы ишкерлерибиз чыга берет. Биздин өзүбүздүн ишкерлер чыга берет. Ошол жактан кызыгып, алып жаңы товарларды чыгарганга бизде да мүмкүнчүлүк болот деген оюбуз бар. Shaharliklardan tashqari turli tuman yashovchilari ham kelishib ko'rgazmada xo'jalik texnikalarini ko'zdan kechirishdi. Mehmonlar ko'rgazmadagi texnikalarning narxi ham hamyonbop ekanini ta'kidlashdi. Ichindagi qo'yilgan nimalarni ko'rganingizda menga ayriqcha shu mömө жемиштерди сок кылып иштете турган ичиштери жакты. Анан эми мен дагы ундан кийин бул ушундай ярмаркаларга ошо эки элдин достугу менен элдерге кызмат кыла турган жакшы buyumlardan kele verişini kaalayım. O'sh oblasti bilan Guandun provinsiyasining hamkorligi 2012-yili boshlangan. İlk bor O'sh shahrida keng masshtabdagi ko'rgazma tashkil etildi. Hilol Ashurova, Mimoza Janibek qizi, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. 7-8 avgustda Qo'ytosh qishlog'ida bo'lgan voqealarni tekshirish uchun tuzilgan davlat komissiyasining navbatdagi yig'ini bo'lib o'tdi. Hukumatning matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, yig'inda Qo'ytoshda bo'lgan voqealar sabablarini tekshirish bo'yicha 2 ishchi guruh tuzish haqida qaror qabul qilindi. Bundan tashqari komissiya voqea bo'yicha Yustitsiya ministrligining ma'lumotini tingladi. Keyingi majlisda Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasining raisi O'rozbek Opumbayev, Ichki ishlar ministri Qashqar Junusaliyev, hukumatning Chuy oblastidagi muxtor vakili Altinbek Namazaliyevlarning ma'lumotlari tinglanadi. Prezident So'ronbay Jeenbekov Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining maxsus bo'limi xodimi marhum Musonbek Niyazbekovning oilasiga
Erdik medalini topshirdi. Davlat rahbari mukofotini bugun Usmonbek Niyazbekovning onasi O'ktom Mamayeva, ayoli Nazira Bazarbayeva, ukasi Hasanbek Niyazbekov va o'g'li Timur Niyazbekov bilan uchrashganda topshirdi. Bu haqda prezident apparatining matbuot xizmati bildirdi. Davlat rahbari Usmonbek Niyazbekovning halok bo'lishi uning oilasi yaqinlarigagina emas, davlat uchun ham katta yo'qotish bo'lganini ta'kidladi. Eslatib o'tsak, marhum Niyazbek 7 avgust kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'lga olish vaqtida o'q tegib halok bo'lgan. Sa'y-harakatlar natijasida elektron kutubxona ochildi. O'shning Novqat rayonidagi Mirzagaparov gimnaziya maktabi o'z byudjeti hisobidan kitoblarning elektronlashgan to'plamini tashkil qildi. Endi o'quvchilar turli fanlardan kerakli mavzularni elektron turda topa olishadi. Raqamlilashtirish yili asosida ishga tushgan kutubxona bilan muxbirimiz tanishtiradi. Madaniyat ministrining o'rinbosari Nurjigit Qadirbekov bosh bo'lgan delegatsiya Novqatdagi Mirzaqaparov nomidagi maktabning elektron kutubxonasini ochib berishdi. Kutubxona davlat va homiylar ko'magida qurilgan. Elektron kitoblarning ilk o'quvchilaridan biri Muradil Jo'ldoshev. U adabiyot fanidagi vazifalarini mana shu yerda oson bajarmoqda. O'ris tili, ingliz tili chiqarma kitobları dagı bar ekan, to'ltira. Ana misol maga adabiyot sabagынан Ajar повесть o'qуга topshirma berilgan. Men o'shol o'quni o'qib o'ltiram bu yerda. Bizga bu kelgan foydasi aybay yaxshi bo'ldi. Kompyuterlarga hammasi bo'lib 4000 ta elektron kitoblar kiritilgan. Ular yuqori sinf o'quvchilarining fan dasturlariga moslashtirilgan. Endi o'quvchilar eski kitoblarni yangilab, yirtiqlarni yamaymiz deya ovora bo'lishmaydi. Kitapxona açayla uşul жерде misali qirg'iz til bölümünü açıp ko'rsam. Qirg'iz til bölümünü açıp ko'rganingizda o'quvchilarimiz qirg'iz tilida taldaulарды, leksikologiya deydi, o'sha qirg'iz tilining o'zining taldaularining bardığını uşul bölükten taap, taldap, o'qib, tushunib, uşul жерден daярданып o'quvchilar sabaqa dayar bo'lishadi. Anan endi boshqa dagı bardıq OERT testlerge, matematika bölümünde, başka keyingi kompüterde, daha bir kompüterde OERT'ga dayardanып başka tandoo bölümleri bardığı qamtilgan. Elektron kutubxonada ayni vaqtda 4 ta kompyuter ishlamoqda. O'quvchilar sinflariga qarab navbati bilan foydalanishadi. Elektronlashtirish orqali o'quvchilarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni orttirish ko'zda tutilgan. Жаштык менен боштук бир көп проблема болуп атпайбы? Сотка чыккандан көп проблема болуп атат. Жалган маалыматтар аябай көп. Ошон үчүн китеп менен доштошсок, КМШда эле эмес, дүйнөдөгү эң китепти көп окуган өлкөлөрдүн бирине айлансак, көрөбүз биздин келечегибиз аябай жакшы болот. Анткени сөз өнүксө адамдын өзү өнүгөт. Акыл өнүккөн жерде экономика өнүгөт, социалдык тармакта өнүгөт, маданият өнүгөт. Ушул иш-чараларды жайылтыш керек. Жаштарыбыз ойгонуп атат, Кудай буйрса бул жакшылыктын нишаны. Mazkur maktabda o'quv soatlari ham elektron olib boriladi. Har bir sinfga interfaol doskalar o'rnatilib, o'qituvchilar internetdagi materiallardan ham foydalanishlari mumkin. Joriy yil o'lkani raqamlashtirish yilida maktablarda ham zarur ishlar bajarilishi borasida o'lka rahbari bir qator topshiriqlar bergan. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'iboyeva, Beksulton Abiyev, Intimoq. Bolalar sog'ligi uchun zarar bo'lgan o'quv qurollari Bishkekda topildi. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bildirdi. Ular Bishkek shahri chetidagi katta bozordan taniqli Rossiya brendi ostida nashr qilingan 8000 dona qalbaki o'quv qurollarini aniqlashgan. Ekspertlar olib borgan tekshiruvlar natijasida ulardagi bo'yoq zaharli ekanligi aniqlangan. Bu o'quv qurollari maktabga sotilishi kerak edi. Jinoiy ish qo'zg'alib, tergov bormoqda. Hatto chop etilgan o'quv qurollari uchun ijara haqi olinmaydi. Tegishli buyruqqa Fan va ta'lim ministrining o'rinbosari Qudayberdi Qo'jabekov qo'l qo'ydi. Eslatib o'tsak, 5-6 sinflari uchun 3 million donnadan ortiq o'quv qurollari nashr qilinib, ulardan bir qancha xatolar topilgan. Kitoblar Jahon banki bergan grant asosida chop etilgan edi. Ta'lim ministrligi o'quv kitoblarini qayta nashr qilishga va'da berib, biroq yangi o'quv yilida mana shu kitoblardan foydalanilmoqda. O'quv qurollari uchun ijara haqqi donasiga 25 so'mni tashkil qiladi. Bugun sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr-omon bo'ling.